Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Amerikaning yirik shtatlaridan biri Kaliforniya 2008-2009 yillarda kuzatilgan iqtisodiy krizis asoratlaridan haligacha o'ziga kelmagan. Ishsizlik bu mamlakatda o'rta hisobda hozir 9% bo'lsa, Kaliforniyada bu ko'rsatkich 12% ga teng. Ayniqsa ko'chmas mulk bozori xarob bir ahvolda. Biroq qator sanoatlar asta-sekin jonlanmoqda. Krizisdan qiynalgan bo'lsa-da, Kaliforniya iqtisodiyoti hamon baquvvat. Butun boshli davlatlar bilan tenglasha oladi. Hajmi jihatdan dunyoda 8-o'rinda. Xalqaro savdo izga tusha boshlagani ijobiy yangilik. Los-Anjelesda biznesni rivojlantirish korporatsiyasi vakili, iqtisodchi olima Nancy Siduning aytishicha, texnologiya sohasi ham gurkirab o'smoqda. Internetda har kuni bir kashfiyot. Mobil telefonlar uchun yangi programmalar, ommabop saytlarni aytmaysizmi? Apple va Google hamda ularga ergashayotgan boshqa kompaniyalarga iqtidorli odamlar kerak. Mutaxassislarni jon deb ishga olishadi. Amerika iqtisodiyoti ko'p jihatdan iste'molchi va uning xarid quvvatiga bog'liq. Chakana savdoda gap ko'p. Tadbirkor Liang deydiki, hozir xom ashyo qimmat, mahsulotga talab esa past. Masalan, paxtadan qilingan futbolkalar narxi yil boshidan beri 25% ga oshdi. Still very bad. Ishning mazasi ketganiga 2-3 yil bo'lib qoldi. Odamlar vaqtincha bo'lsa ham ishga joylashyapti. Professional xizmatlarga talab oshgan. Huquqchi va hisobchilarning bozori chaqqon. Gollivudda daromadli loyihalar muhokamada. Ijodkorlar ishsiz qolmaydi. Mana bu video injener xususiy kontraktor bo'lib, uydagi studiyasidan ishlaydi. Buyurtmalar bu yili ko'payib qolganidan ko'ngli to'q. Kaliforniya yuzlashayotgan muammolarning katta qismi struktura bilan bog'liq. Temir yo'l va bandargohlar ta'mirtalab bo'lib qolgan. Kaliforniya ko'chmas mulk bozoridagi ahvolni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Shtat g'aznasiga yetarli soliq tushmayotgani ta'lim, sog'liqni saqlash har bir sohaga ta'sir qilmoqda. Yaxshiyamki informatsion texnologiyalar vatani shu yer. Bu sektorga kiritilayotgan milliardlab dollar sarmoya Kaliforniyaga durust daromad olib kelmoqda. Lekin 10 milliard dollarga teng byudjet kamomadini yopish hazil gap emas. O'qituvchilar, davlat xizmatchilari ishidan ayrilishi mumkin. Qisqa muddatda bir yo'li topilar deydi rahbarlar. Ammo uzoq muddatli strategiya haqida o'ylash kerak.